vaziyat keskinlashdi. Hindiston Pokiston hududiga raketa zarbalari berdi. Isroil Yaman poytaxtidagi aeroportni butkul vayron qildi. Moskvaga dronlar hujum qildi. Aeroportlar o'z faoliyatini to'xtatdi. Tramp yaqin kunlarda juda muhim mavzu yuzasidan bayonot berishini va'da qildi. Jizzaxda erkak 4 million so'm aliment pulini tangalarda to'ladi. Uning aytishicha, sobiq turmush o'rtog'ining vaqti faqat tanga sanash bilan o'tishini xohlagan. Uchta davlat Moskvadagi paradga borayotgan yetakchilarga havo hududini yopdi. Endi esa batafsil. Hindiston va Pokiston bir-biriga aviazarba yo'lladi. Hindiston rasmiylari 7-mayga o'tar kechasi Pokistondagi, shuningdek Kashmirning Pokiston qismidagi terrorchilik infratuzilmasiga hujum qilib, Sindur operatsiyasini boshlaganini e'lon qildi. Hindiston Mudofaa vazirligi bayonotiga ko'ra, armiya Pokistondagi 9 ta obyektga zarba bergan. Hujumda Pokiston qurolli kuchlarining birorta ham obyekti nishonga olinmagani aytilgan. Zarbalardan so'ng Hindiston armiyasining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida adolat tantana qildi degan post e'lon qilingan. Pokiston armiyasi zarbalar terrorchilarga emas, balki tinch aholi yashaydigan hududlarga berilganini ma'lum qilgan. Mamlakat havo hududini 48 soatga yopgan. Hindiston hujumi oqibatida kamida 8 kishi halok bo'lgan, 35 kishi jarohatlangan. Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif buni urush akti deb atagan va Hindistonga javob qaytarishga va'da bergan. Makkor dushman Pokistonning 5 ta nuqtasiga qabihona zarba berdi. Pokiston tegishli javob berishga to'liq haqli va bu tegishli javob allaqachon berilmoqda degan bosh vazir. Mazkur bayonot fonida Pokiston Hindistonga javob zarbasini yo'llagan. Pokiston axborot vaziri Attaullah Tarar 5 ta qiruvchi samolyot va bitta dron urib tushirilganini ta'kidlagan. Bundan tashqari Hindiston qurolli kuchlari brigadasining shtabi va Kashmirdagi ajratuvchi chiziq bo'ylab joylashgan Hind posti yo'q qilinganini ma'lum qilingan. Hindiston armiyasi esa bu bayonotlarni tasdiqlamagan. Isroil Yaman poytaxtidagi aeroportni butkul vayron qildi. Isroil harbiy havo kuchlari Yaman poytaxti Sana shahriga zarba berib, poytaxt aeroportini butkul vayron qildi. Bu haqda xususiylar nazoratidagi Al-Masirah telekanali xabar berdi. Telekanal ma'lumotlariga ko'ra, Isroil samolyotlari Sana aeroportining asosiy yo'lovchi terminali va barcha texnik jihozlarini vayron qilgan. Shuningdek, Isroil qiruvchilari Yaman poytaxtining turli hududlaridagi energetika obyektlariga ham zarba bermoqda. Dahban elektr stansiyasiga ham zarbalar qayd etilgan. Ma'lumot uchun 5-may kuni Yamanning xususiylari Isroil aeroport hududiga raketa bilan zarba bergan edi. Shundan so'ng Yahudiy davlati mudofaa vaziri Israel Katz raketa hujumi uchun 7 barobar ko'proq javob qaytarilishini ma'lum qilgan edi. Kim bizga zarar yetkazsa, buning uchun 7 barobar tovon to'laydi degan Isroil Katz. Moskvaga dronlar hujum qildi. Aeroportlar o'z faoliyatini to'xtatdi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari kecha kunning 2-yarmida 3 ta dron bilan Moskvaga qilingan hujumni qaytardi. Bu haqda Rossiya poytaxti meri Sergey Sobyanin ma'lum qildi. Moskva viloyati osmonida 2 ta dron yo'q qilinganini Rossiya mudofaa vazirligi tasdiqladi. Moskvaning Vnukovo, Domodedovo va Zhukovskiy aeroportlari parvozlarni qabul qilish va jo'natishni vaqtincha to'xtatdi deb xabar berdi Rosaviatsiya. Cheklovlar Kaluga, Tambov, Yaroslav va Nijniy Novgorod aeroportlarida ham joriy etildi. Rossiya mudofaa vazirligining xabar berishicha, seshanba oqshomida Ukrainaning 57 ta uchuvchisiz uchog'i yo'q qilingan va tutib olingan. Ulardan 31 tasi Bryansk viloyati osmonida. Shuningdek, Moskva shahri havo hududining yopilishi munosabati bilan Uzbekistan Airways reyslari zaxira aeroportlariga yo'naltirildi. Tramp yaqin kunlarda juda muhim mavzu yuzasidan bayonot berishni va'da qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp 8 yoki 9 mayda juda muhim mavzu yuzasidan muhim va ijobiy bayonot berishni va'da qildi. U bu haqda Oq uyda Kanada bosh vaziri Mark Carney bilan uchrashuvdan oldin jurnalistlarga ma'lum qildi. Tramp kelasi hafta Yaqin Sharqqa ish safari rejalashtirilganini eslatib, safargacha juda katta e'lon qilishini bildirgan. Shuningdek, bu yangilik savdo haqida bo'lishi shart emasligini qo'shimcha qilgan. Nima haqida ekanligini sizlarga aytaman, ammo u bo'ladi va juda ijobiy bo'ladi. Ushbu e'lon yo payshanba, yo juma, yo dushanba kuni jo'nab ketishimizdan oldin e'lon qilinadi. Biroq bu ma'lum bir mavzu. Juda muhim mavzu bo'yicha ko'plab yillar davomida qilingan eng muhim e'lonlardan biri bo'ladi, dedi Tramp. Tramp 13-16 may kunlari Yaqin Sharqqa safar uyushtiradi. Uning davomida Saudiya Arabistoni, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklariga tashrif buyuradi.
AQSh prezidenti Donald Tramp Kanada bosh vaziri Mark Carney bilan uchrashuvda kelishmovchiliklarga qaramay, mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlar do'stona xususiyatini saqlab qolishini tasdiqladi. Jizzaxda erkak 4 million so'm aliment pulini tangalarda to'ladi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida ota alimentdan qarzini yopish uchun tangalar olib keldi. Bu haqda MIB axborot xizmati Daryoga xabar berdi. Qayd etilishicha, sudning qarzdor Leymaydan bir nafar farzandining ta'minoti uchun undiruvchi oila foydasiga aliment undirish belgilangan ijro hujjati byuroning Sharof Rashidov bo'limi ish yurituviga kelib tushgan. Biroq u majburiyatini bajarmay 4 million so'm qarzdor bo'lgan. U 4 million so'm qarziga mos ravishda 10, 50, 100, 500 so'mlik tanga pullarni yig'ib, shaxsan undiruvchi qo'liga qarzdorlik evaziga topshirmoqchi bo'lgan. Uning aytishicha, ushbu pullarni shaxsan sobiq turmush o'rtog'i qo'liga topshirib, uning vaqti faqat tanga sanash bilan o'tishini xohlagan. Biroq MIBchilar tanga pullarni bank xodimlari bilan hisob-kitob qilib, qarzdor va davlat ijrochisi hamrohligida aliment oluvchi onaning bank plastik kartasiga bank orqali tushirib berildi. 3 ta davlat Moskvadagi paradga borayotgan yetakchilarga havo hududini yopdi. Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich va Slovakiya bosh vaziri Robert Fico 9-may kuni Moskvada bo'lib o'tadigan g'alaba paradida ishtirok etishi rejalashtirilgan. Shu munosabat bilan Polsha, Litva va Latviya ushbu siyosatchilar bo'lgan samolyotlarning o'z havo hududi orqali uchishga ruxsat bermadi. Serbiyaning Novosti portali xabariga ko'ra, 6-may kuni Litva va Latviya hukumatlari Vuchich bo'lishi kerak bo'lgan samolyotning Rossiyaga uchib o'tishiga to'sqinlik qilgan. Riga bu qarorni parvoz maqsadining siyosiy nozikligi bilan izohlasa, Vilnius buni texnik va diplomatik sabablarga tayanib amalga oshirgan. Shuningdek, Polsha va Litva Slovakiya bosh vaziri Fico samolyotining ham Rossiyaga parvoziga cheklov qo'ygan. Biroq Slovakiyaning Pravda nashri Fico maxsus reys bilan Moskvaga borish uchun kerakli hujjatlar tayyorlangach, Polsha parvozga ruxsat berganini bildirgan. Shunga qaramay, Polsha hukumati Ficoning harbiy paradda ishtirok etishiga salbiy munosabatda ekanini ma'lum qilgan. Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakovning aytishicha, Vladimir Putin 9-may kuni Moskvada Vuchich va Fico bilan uchrashni rejalashtirgan. U Slovakiya bosh vaziri bilan Ukrainadagi urushni, Serbiya prezidenti bilan esa G'arbiy Bolqondagi vaziyatni muhokama qiladi. Moskvadagi g'alaba paradiga jami 29 ta davlat, jumladan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlarining tashrifi kutilmoqda.